Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Xo'p, bugungi ko'rsatmoqchi bo'lgan mashinam, ya'ni obzorim Jack i2 bo'ladi. Bu modelimiz o'zida qaychisi bo'ladi, ya'ni tikayotgan paytlarda o'z oxirida ip uzadigan funksiyasi bo'ladi. Mana hamda ko'rsatib qo'yilgan logotipi, takoy ikonkasi bor. Oboroti 5000 oborotda bo'ladi, 5000 oborotda tezlikda tikadi. Chokini katta kichik qiladigan g'ildiraga deymiz, nima deymiz, xullas, richak, zakripka beradigan. Xullas, hamma narsa juda ham oddiy ko'rinishda bo'lgan, чтобы sizlar qiynalmasligingiz uchun, juda ham oson foydalanishingiz uchun ancha qulay qilib chiqarilgan model. Tikishlari juda ham tez, boshqa modellarga nisbatan ancha прочныйroq bo'lib chiqqan bu modelimiz. Qalin yubka uncha narsani tanlab yurmaydi. Bu modelimizni bizdan xarid qilishingiz mumkin bemalol. Toshkent shahar bo'yicha, Chirchiq bo'yicha uстановка dastavkamiz mutlaqo bepul bo'ladi. 3 yil garantiyalarni yozib, olib borib o'rnatib ketamiz chiroyli qilib. Agarda viloyatlarga bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Kelishgan holatda maksimal sizlarga qulay narxlarda qilib berishga harakat qilamiz. Murojaat qilishingiz mumkin. Pastda nomerlar qolamiz. Bizga podpiska tashlaylik, kerakli odamlarga jo'natib qo'yinglar.